Assalomu alaykum. Xudo xolisa debal mashinamiz bitdi. Xudo xolisa ideal darajada chiqdi. Oldinga urilib kelgan videosini qo'yamiz. O'zingiz ko'rib, ishi sifatiga baho berishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin nimaga ideal darajada chiqdi deyotganimizga sabab mashinalari qirilib, tizilib, miyatina qilinadigan joylari bor edi. Men motivlarini ham sep bordik, xudo xolisa ideal darajada chiqdi. Umuman bilinmaydigan holatga keldi. Kraska, bir tomchi kraska sepilmagan, o'zini raddini qoldirib berilgan. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, orqa bag'achi ichkariga kirib qoluvdi. Xudo xolisa kosmetika qilib, miyatina qilib, ideal darajada qilib berganmiz. Agar sizlarga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.